Azroq bir semirsan bo'ldi, badanini quvvatlasan bo'ldi, oyda 4 kilodan 7 kilogacha, 8 kilogacha badanga ekish ta'sirisiz. Hormonsiz holatda normal samarab salobatlik, so'latlik, yegan ichgandagi so'qsandalik kuch-quvvat eshitish tursan bo'ldi. Jonliq, jo'shqin bo'lsan bo'ldi deydigan har qanday do'stimiz o'qasan shundaqla, mening tinim bek ojiz, badanim ojiz, qulomni mag'duri yo'q, odatda shuncha quvvatli yeyman, atrofimdagilarga qaraganda qo'saqqa xili obdalla yeyman. Samaratuda badan quvvatli degan oqsillarni hallan iste'mol qilib baqdim, lekin izchil badan ig'lig'ini oshiramadim, samaramadim. Yegan narsalarning bir sam ününü ko'ramadim. Yegan ichgan quvvatli narsalar faqat foyda qilmayotdi. Yegan ichganlarim chiroyim faqat chiqmayotdi. Shu sababdan futqonlar jonsiz, ruhsiz o'ltirib qolsam beshim qoyda, ko'zim qorong'ilashib, yuqorqi ahvollarga tabobat bilan ishlangan badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan mahsulot topamayapman. Buning oldin nurg'ilgan badanga quvvatli qo'ydi, samarati degan mahsulotlarni iste'mol qilib baqdim, lekin unumini ko'ramadim. Qanday qilsam men bir samarama, qanday qilib haqiqiy tabobat bilan ishlangan badanga aks ta'sirsiz bo'lgan unumini birda-bir maydasiga mushlab turib kapolat beradigan mahsulot topaman deb qetayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, mushu mazmunga haqsiz yurakdan beni berib o'tgandan keyin inkas rayoni xo belgilarini ko'plab yo'llovchilar birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, sizga o'xshash o'riq avoq do'stlaringiz bo'lib qolsa, mushu mazmunni to'liq bir yo'llayotgach, mazmunni oxiri to'liq ko'rsanglar do'stlar, yuqori ahvollarga qarata nurg'un va mahsulotlarni iste'mol qilib unumni ko'ramagan bo'lsangiz, mana bizdagi 5 yildan buyon unumini birda-bir kapolat yasab berayotgan, haqiqiy tabobat bilan ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan 42 xil Uyg'ur tabobat ham material shunday meg'izlar javrin payida ishlangan, ishtahani ochadigan oshqozon jigar börekning xizmatini yaxshilab turib, oziqlarning badanga shumirlashini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning as tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, uyqu sutini yaxshilaydigan, immunit kuchini oshirib, umumiy badanni quvvatlab, badanni tabiiy samaratigan, badan quvvatlash samaratish holimizni qaytadan bir to'ntish maqsadida mahsulot yasash texnikasini amma asosida faoliyat uyushtirib berdik do'stlar. Mushu badanni tabiiy quvvatlab samaratidigan, samarab bo'lgandan keyin keyiniga inib ketmaydigan, unumini birda-bir kapolat beradigan mahsulotga ehtiyoj bor do'stlar bo'lib qolsanglar, mushu ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 2777 ünlarni qo'shash orqali yoki 173 99 03 2777 ünlarni qo'shash orqali men bilan bevosita aloqalashib bizning unumini birda-bir kapolat yasab berayotgan badan quvvatlash, samaratish mahsulotimizni to'liq iste'mol qilsanglar bo'ladi do'stlar. Unumini birda-bir kapolat beramiz. 5 yildan buyon unumi kapolat degan gap bilan mengyapmiz. Hali ham unumi kapolat degan gapimizda ching turamiz do'stlar. Shunga bizning unumini birda-bir kapolat yasab berayotgan badan quvvatlash, samaratish mahsulotimizga ehtiyoj bor do'stlar qolsanglar, bevosita men bilan aloqalashingizni 173 99 03 27 77. Muşunu ünlüləri qoysanglar bo'ldi yoki bevosita telefon qilsanglar bo'ldi. Men bilan aloqalashib bizning unumi kapolat yasab berayotgan mahsulotimizni iste'mol qilsanglar bo'ldi. Unumini birda-bir kapolat beramiz do'stlar. Avval iste'mol qilsa, undan keyin baho berasizlar do'stlar. Buning oldida bizniki mahsulotlarni iste'mol qilib bakkan do'stlar bo'lib qolsanglar, bizning mahsulot qandaroq ekan. Haqiqatan men degandek chiqqan ekan. Unimidan rozi bo'ldinglar, rozi bo'lgan bo'lsanglar, rozi bo'ldik. Xo deb xo belgisi yo'llab qo'ysanglar do'stlar. Shunday sizlarga o'xshash o'riq avoq do'stlar bo'lib qolsa, mushu mazmunni to'liq bir yo'llab qo'ysanglar.